aka bitta xonadonga o'xshaydi. Bitta xonadonga o'xshaydi, lekin ikkita ko'rga qurganmiz. Bu obyektda ko'rishingiz mumkin, juda ham arkalarga boy bo'lgan, aka. Nechta yirik va nechta mayda. Chunki bu tomimiz mansard bo'lgan. Mansardga deraza shaklida ham arka chiqarib ketilgan. Tobora Yevrokarnizlar moda bo'lyapti-da. Urfga kiryapti. Nima uchun bu obyektga Yevrokarniz foydalanilmagan? 1431 kvadratli joyi tommi 0 qismidan bitguncha necha kun vaqt ketdi? Assalomu alaykum, hurmatli Master Tom obunachilari. Ayni damda biz Namangan Orzudamiz. Ortimda turgan ushbu xonadon juda ham bir havas qilsa arzigulik xonadon bo'libdi. Qana qilib havas qildingiz desa, aka-uka uchun qurilgan, lekin umumiy ko'rinishi bitta. Ushbu obyektimizni bitkazgan Bahodir aka ustamiz. Assalomu alaykum. Obyekt haqida batafsil ma'lumot beramizmi aka? Beramiz aka, ketdik. Uyimizni umumiy ko'rinishi bir qarashda aka bitta xonadonga o'xshaydi. Bitta xonadonga o'xshaydi, lekin ikkita ko'rga qurganmiz. Qayerdan bo'linadi aka? Ashkalondan undan kelajadi bo'g'iladi. Ha, mana shu yerdan devor tushadi. Aha. Zo'r. Aka, bo'lmasa bitta bunday qilaylik. Tomni tepasiga chiqib umumiy ma'lumotini beraylik. Bo'ldi aka. Bu obyektda ko'rishingiz mumkin, juda ham arkalarga boy bo'lgan, aka. Nechta yirik va nechta mayda. Chunki bu tomimiz mansard bo'lgan. Mansardga deraza shaklida ham arka chiqarib ketilgan. Arkadan gaplashadigan bo'lsa, bunisi arka, xo'p, 130 ga sirkul bo'lgan. 130 ga sirkul bo'lgan. Har bitta arkaning o'rtasida deraza bo'lgan. Chunki aka mansard qilib turib, koridor sifatida foydalanaman degan ekanlar. Aka, men bu yo'l loyihasini ko'rganimda derazasi bunaqa chiqmagan edi-da. Strapildan bir 30-40 sent teparoqda kichkinagina deraza dedi. Nima uchun bunaqa qarorga kelindi? Xo'p, oldi o'stirmamizni 1 metr oldiga o'stirganmiz, chunki podval tevasini yopish kerak bo'lgan. O'shani hisobiga derazamizni oldiga chiqarishga majbur bo'ldi. Ki derazani eshigini ochgani oldiga qo'yilganda, chertojda ko'rgan bo'lsangiz, ichkariga olganmiz derazani, chunki odam o'chib yopgani qulay bo'lsin deb ichkariga qoldirib, oldini derazalarni oldiga olib chiqilgan hammasini. Xo'p, arkalarni, kichkina arkalarni orasi necha bo'lgan? Xo'p, kichkina arkaning orasi 1.40 bo'lgan. Ikki tomonda 20 santimetrdan alkafon aylanadi. 1.40 ga 1 metrli deraza tushadi. Katta arkalarimizga keladigan bo'lsa 230 bo'lgan. 40 santimetr tiyaga aylanib, derazamiz o'shanda 1.60 ga 1.40 li deraza qoladi katta arkada. Derazadan tashqari necha santimetr zahira bor? Xo'p, derazadan tashqari ikki tomonda 40 santimetr tiyagani o'rniga haqqa bor, xudo xolasa, alkafon bilan 60 santimetrdan joyi bor. Zo'r. Chotki. Xo'p, shaglarga e'tibor beraylik. Master model shaglari, abrishotkalar nechiga nechi bo'lgan? Xo'p, shag nachalini 5 santimetr berganmiz. Shagga 35 ga berib chiqilgan. Chunki taxtani orqasida ham ko'rinmaydi, ham mustahkam bo'lgan. Xudo xolasa, shu urpliga ham e'tibor berasizlar. Master modelda singan 2 santimetrlik qo'shini ichiga qo'ytirishga harakat qilingan TV tomoniga. Xo'p, aka, men bitta narsaga hayronman-da. Tobora Yevrokarnizlar moda bo'lyapti-da. Urfga kiryapti. Nima uchun bu obyektga Yevrokarniz foydalanilmagan? Yevrokarnizdan foydalanmasligimiz birinchi sababi chunki ichkarida arkalarimiz ko'p bo'lgan, o'ta. O'shani hisobiga bega kelgan odam karnizga emas, asosan arkaga e'tibor bersin deb arka ko'payganligi sababli zigzag karnizimizdan foydalanib o'rgandik. Zo'r. Opsi necha kvadrat deyilgan? 1431 kvadrat. 1431 kvadratli joyi tommi 0 qismidan bitguncha necha kun vaqt ketdi? Xo'p, qish kunda 45 kun vaqtimiz ketdi. Tunkasida yo'g'ochida 22 kunda chiqib ketdi. Tunkasida ozgina qarobli kunlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Terasiga chiqib yurib bo'lmadi, to'g'risi. O'rtada qor yog'di. O'rtada qor yog'di. Yog'ingarchilik bo'ldi. O'shani hisobiga 45 kunda bitgan. Hop, demoxod gapiradigan bo'lsak, ushbu obyektda 10 dan ziyod demoxod bor ekan. Nimaga buncha ko'p tashagansiz aka? Xo'p, bu demoxod xonaning ichidan chiqib kelgan. Ko'pchilik tomni ichiga qo'yib yuboradi. Bizda tunkan terasiga oldirib, shapkalarni yasatib kelganmiz, xudo xolasa. Xo'p, bu demoxodlarni xonaning ichidagi havoni sirkulyatsiya aylanishi yaxshi bo'lishi uchun tunkan TV tomoniga olib chiqqanmiz, xudo xolasa. Undan ziyod bor. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketamiz. Ushbu havo aylanish tizimi strapil taxtalarni chirishini ham oldini oladi. Tomni ichki qismiga ham keldik. Strapillar aka bu devordan bu devorgacha necha metr? Xo'p, 4,5 metr strapil tushgan. Har bitta tushgan strapilimizdan 1,5 metrdan kesib olib, arka hamda derazani tepa tomoniga oval shaklda aylangan joyga foydalanganmiz.
soyga keladigan bo'lsa 3 metrli soy tushgan, ikkita 1,5 metrli bokovina qo'yilgan. Bokovinalarimiz ham xudo xohlasa har bittasini shuvibda, ikkita shuvib, bitama qilib foydalanganmiz. Xo'p, yon tomon strapillarga e'tibor beraylik aka, necha metr? Xo'p, strapil 6 metrli strapil olingan, ikkiga bo'lib 3 metrdan strapil bezatib ishlangan. Bezatib ishlangan xudo xohlasa. Xo'p, endi aka mana shu yerda gaplashadigan bo'lsak, yon strapilga mana bu ustun qo'yish. Xo'p, ustuni sal yaqinroq keltiramiz. Ustunlarga. Ustunga keladigan bo'lsa, xo'p, ustunimiz oldiga 1 metr usturma chiqqanligi sababli ustimizda 45 gradusga qiyshaytirgan holatda qo'yganmiz, chunki baquvvatlashadi, mahkam bo'lish uchun. Xo'p, aka qarang. Mana shu ustunni 45 gradusda yonchasiga o'rnatish bilan tekis o'rnatishni farqi nimada? Xo'p, farqi vaqtiki kelib shurpanni ham o'zini ushlab turgan holatini yo'qotadi. Yo'qotganligi sababli ham koma qilib so'lingan. O'sha narsalarni e'tiborga olib, ham qiyshaytirib qo'yilgan. Oldiga usturmamiz 1 metr chiqqanligi sababli. Demak, o'sha tekis qo'ygandan ko'ra sal 45 gradus yotiqroq qo'yib qashak berish bu mustahkamlikni yanada oshirib beradi. Zo'r. Abrishotkalarni ko'rishinglar mumkin. Shakka abrishotka zo'r tushibdi. Adashmasam 35 edi, boya aytganimiz. Xo'p, nachali 5, shak 35 ga aytilgan. 35 ga aytib ham mana e'tibor berishingiz mumkin. Mana shu yerda mana shu urib e'tibor beradi. Shu urib ham ko'rinmaydi, pastdan qaraganda ham o'rtasiga to'g'ri kelgan. Zo'r. Xo'p, abrishotka taqdi nechiga nechi? Abrishotka 2,5 ga 9 bo'lgan beyiga. Zo'r, chotki. Endi asosiysi, agar shu joygacha video sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, o'zingiz fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bu yerda ikkita arka turibdi aka. Xo'p. Katta arka va kichkina arka. Kichkina arkasi tabiiyki derazalikka ishlaydi. Xo'p, nechiga nechi? Xo'p, derazamiz 1,40 ga 1,60 bo'lgan. Xo'p, kichikida 20 sm dan alkofonni haqqi bor. Kichikida 20 sm dan alkofonni haqqi bor. Derazani ichkariga o'rnatganimizdan keyin xo'p 1,40 ga 1 metrli derazamiz o'rnaydi. Bu derazani holatida endi mana arkaga keladigan bo'lsa, Xo'p, katta arka tomonga o'taylik. xo'p, katta arkaga o'tadigan bo'lsa, xo'p, Bu yerga ham katta deraza o'rnaydi, katta deraza o'rnaydi. Xo'p, nisbatan derazaga qaraganda arkaniki kattaroq bo'ladi, chunki arkamiz ham katta. Xo'p, 20 sm alkofonni haqqi bor. Xo'p, 40 sm o'qi tiyaga qilaman deganlar, tiyagani haqqi bor. Xo'p, derazamizga keladigan bo'lsa, podgolligimiz kesib tashlanadi, ozgina ishlarimiz qolgan, o'zimiz qilib beramiz uni ham. Xo'p, 1,60 ga 1,40 lik deraza qoladi, xudo xolasa. tom 100% mansar holatda bo'lgan. Mansar holatda bitta narsa. Piltadan to strapilgacha necha metr aka balandligi? Piltadan strapilgacha 4 metr bo'lgan, orqa sarrafimiz, xo'p, old sarrafimiz 320 bo'lgan. Shunda 80 sm. 80 sm uklon bor, 1 metr joyda 20 sm dan uklon berganmiz. Demak, bu tomondan agar xonani mansar holat, tekis holatga keltirish uchun bu tomondan necha tushadi? Xo'p, bu tomondan 80 sm pasaytiradi. Patiluvchi sandiq pandig'i bilan 1 metrga pasaytirgan holatda, lekin balandligi o'shanda ham 3 metr joy qoladi. Bemalol foydalansalar o'y qilib bo'laveradi. Demak, mansarimiz balandligi ham chinakam balandlik bo'lmaydi. Ko'p xonadonlarda ko'ramiz, xonani balandligi bilan mansara balandligi bir-biridan to'g'ri kelmaydi. Demoqchimanki, mansar pastroq bo'ladi. Bu yerda adashmasam to'liq 3 metrli mansar bor. 3 metrli mansar qilganmiz, xudo xolasa. Xo'p, aka, bu yerda ko'ryapman, men ko'p joyda qarag'ay ko'rganman. Nima uchun terak ustunidan foydalangansiz? Xo'p, budjetli variant u egasiga sal yengilroq tushsin deb teradan foydalanganmiz. Chunki bu baribir apshikning ichida qolib ketadi. Xudo xolasa, ham quruq, ham mustahkam, baquvvat tera olingan. Va bitta narsa, kamera mana shu tomondan qarating, liniyasiga ham e'tibor berasizlar, tekis tushgan. Reyka tortib, gipsokarton qilingan taqdirda ham gipsokarton o'ynab ketmaydi. Ko'rishinglar mumkin. Aka, bunaqa mahoratni qaydan o'rgangansiz? Xo'p, bunaqa mahoratni hech qayerda o'rganilmagan, o'sha ustalarimiz aytgan. U egasiga ham sal yengilroq yechim qilib bering deb. Xudo xolasa teradan foydalanganmiz, umuman yaxshi. Xo'p, Bahodir aka, endi shunda tom 100% bitganmi? Yo'q, hozircha 100% bitmagan, ozgina ishlarimiz bor. Ha, mana kakras, mana shuning uchun shu yerga keldim. Qarang, bu yer deraza. Xo'p. Nimaga ustun derazaga to'g'ri kelib qolgan? Xo'p.
derazamizni o'rni kelgan chiqqan sarrob to'xtovganligimiz sababli bu ustunni koma qilib qo'yganmiz, e'tibor bergan emasmiz. Bu derazadan baqa surib olib, gipsi kartonda apchika qilib ishlab o'tib ketilar edi. Demak, tepaga tortilgan sarrobli uloq joyiga to'g'ri kelmagan, keyinchalik bu ustunni yoqib silsa bo'ladi. Tom 100% bitmagan. Tom 100% bitmagan. Tozaligicha endi buni. Hop, endi ozgina basarlash ishlarimiz qolgan. Mana shu ustunlarni aqabaqa surib berishimiz kerak. 100% toza holatda egasiga topshiriladi. Toza holatda 100% toza holatda egalarga topshiramiz o'qa. Zo'r. Aynan bu video siz uchun manfaatli bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Siz vodiylik bo'lasizmi, vohalik bo'lasizmi yoki qo'shni davlatlik, bemalol Master Tomga murojaat qilishingiz mumkin. Sizni uyingiz yoki obyektingizning tomini premium sifatida yopib beramiz. Like bosish, obuna bo'lish va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Aka, salomat bo'ling. Rahmat.